Salam umaq balalar, yaxshimsizlar? Yoz keldi. Gullar po'raklab ichildi. Yana tixi pat-pat qattiq yomg'ir yog'di. Yomg'ir yoqqanda sizlar nima qildinglar? Haqcan uydan talog'i chiqolmadinglar-ku deyman. Tövəndə mən sizlərə kiçik bir umaqның yomg'ir yoqqanda xiyol kuchini qanday parvoz qildirganligi to'g'risidagi hikoyani so'zlab beray. Sizlarmi birlikda bosh qahramonimizning xiyollariga qo'shilib huzurlaninglar, bulamdi? Yomg'ir yoqqan kuni. Abduri Faridun Ural. Tərcümə qılğıcı Güldanəm. Xiyal sürəlgən kişinin qandaq işçisi qılsın? Ondaqda kitabımızdaki baş qəhrəmanımız Cem'nin yağmurda içi sıkılğanmıdı? Nemişqimi sıkılsın? Xiyal sürəlgən kişinin içi sıkılamdıgın ha? Omaq balalar, qani kelinglar, Cem'nin rengarenk xiyallarına biz mi qo'shilaylik? Yağmur çileklep quyğandek yaqqan, shamol gürüldep chiqqan bir kun edi. Bog'chidagi sugat darxining shoxlari hili u tarafga, hili bu tarafga lapangshitdi. Yupurmoqlarning orasiga yoshiringan qushlar yomg'irning to'xtashini saqlayotdi. Cem derazadan yomg'irga qarayotdi. Bunda qavada Cem bog'chaga chiqmaydi. Uyida o'yinchiqlar bilan o'yin o'ynaydi. Xiyol suratdi. Bu kundimi shundoq qildi. Yomg'ir yog'ayotganda xiyoli bir o'yinga ketdi. Cem o kuni herlarga o'xshash g'o'ng'ildab uçdi. Opisining tashtakdagi rengarenk gullarga qo'ndi. Bog'chidagi ko'nakda yashayotgan xoni shaharni ziyorat qildi. Darchin puroqliq asal piraniklardan yedi. Ondan keyin uzun quloqli to'shqonlarning yeniga keldi. Ularning o'rmon mevasi tortini to'shishiga yordam qildi. Hammaylar bilan birga o'yin o'ynadi. Osmondagi bulutlarni qo'g'ladi. Cem sarchi o'tlar bilan qoplangan o'rmonda aylandi. Ari munguzlik kiyikka, uzun quyruqliq tulkilarga uchradi. Hammaylar bilan mukishmak o'ynadi. O'yinlarga kirpilar, tiyinlarmi qatildi. Daryodagi timsohlar bilan birlikda suv uzdi, musobaqalashdi. Begemotlar bilan potqoq mo'jisiga tushdi. Pilning xortumi bilan yuyundi. Bo'g'mi yilon yashaydigan cho'ng o'rmonda sayohat qildi. Bir yeshil shatuti bilan naqshi yetishdi. Daraxtdagi bir maymun uningga quyruqini shipangshitdi. Cem yilpizga o'xshash ovoz chiqardi. Maymun bilan chaqchaqlashdi. Keyin iyiqlar yashaydigan egiz tog'larga yamashdi. Bo'ziyiqning ko'psiz bolalar bilan o'yin o'ynadi. Daraxt shoxlarida ilangich uçdi. Pingvinlar bilan birlikda dengizda suv uzdi. Muz ustida tiyildi. Qarbovoyning muz qaymiqidan yedi. O'yinchoq pingvinini chanisiga silib aylantirdi. Cem o kuni o'yin o'ynab baxushal bo'ldi. Qo'zlarga o'xshash nəridi, mushukka o'xshash miyovladi, paqlarga o'xshash kurildidi. Kesh bo'ldi. Cem
biroz yerib qolgan edi. Qo'rsiqimi bek ochgan edi. Dal shu vaqtda onasi uni tamoqqa chaqirdi. U yugurib hujrasidan chiqdi va dasturxonda o'ltirdi. Kichik bir bo'riga o'xshash sumirib yolib, dasturxondagi butun yemekliklarni pok-pokiz tugitib etdi. U kecha shamol bog'chidagi sugat daraxining shoxlarini hili u yoqqa, hili bu yoqqa lapangshitdi. Yomg'ir to'xtamay yog'di. Jam yomg'irda tatliq uyquga ketdi. Qandaq kichik do'stlar? Do'stimiz Jam xiyol surgili bak ustkan, ha? Ishonamanki, sizlar buningdinmi rangarang, buningdinmi ajoyib bo'lgan xiyollarni suralaysizlar. Sizlarning go'zal xiyollar bilan mo'l va ma'nilik bolliq o'tkazishinglarga tilakdoshman. Sizlarni suyib, Maryam opanglar. Ha, rost, unutib qolg'ili tasli qoptiman. Oxirda bu kitobni o'qib olishim uchun orit berib turgan umoq o'g'lim Hasaniga rahmat aytaman. Rahmat sizga Hasani. Umoq bolalarim, amisa kelar qatimliq kitobimizni ko'rishaylik, ha? Allohga omonat.